Germaniyada o'rtacha oylik 4100 evroni tashkil etgan. Nega o'zbeklar, nafaqat o'zbeklar, balki butun O'rta Osiyoliklar nima uchun Germaniyada ishlashga oshiqishadi? Germaniyada ishlashning qanday afzalliklari bor? Birinchisi, yuqori darajadagi oylik. 2024-yil statistikasiga ko'ra, Germaniyada o'rtacha oylik 4100 evroni tashkil etgan. Ikkinchisi, ijtimoiy nafaqalar va premiyalar. Xodimlar asossiz ishdan bo'shatilishidan himoyalangan. Uchinchisi, nemis ish beruvchilari o'z xodimlarini rivojlanishga undaydilar va ko'pincha o'z xodimlari rivojlanishi uchun uzluksiz ta'lim kurslariga pul ajratadilar. Ha, bularning hammasini eshitgan xalqimiz Germaniyada ishlash orzusi bilan yashaydi. Lekin buni minus tomonlari borligi haqida hech o'ylab ko'rishmagan. Oylik baland bo'lgani bilan soha faoliyatiga qarab 45% gacha davlat solig'i undiriladi. Ya'ni 4100 evro topadigan bo'lsangiz, qo'lingizga taxminan 2300 evro atrofida oylik qoladi.